Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun inson kompyuter va uning o'zaro ta'siri fanimizning 7-mavzusi bilan tanishib chiqamiz. 7-mavzu optometriya va inson ko'rish tizimini modellashtirish. Ushbu mavzumizda ilmiy va amaliy ko'rsatmalar bu taqdimotda, ya'ni optometriya talabalari va klinik mutaxassislar uchun ko'rish tizimini modellashtirish asoslari, metrologiyasi va klinik qo'llanmasini qisqacha va aniq taqdim etib beramiz. Mavzuyimizni qisqacha annotatsiyasi bilan tanishadigan bo'lsak, optometriya va inson ko'rish tizimini modellashtirish mavzusiga bag'ishlangan bo'lib, unda inson ko'rish tizimining tuzilishi, ishlash prinsiplari va optik jarayonlarni matematik hamda kompyuter modellari yordamida ifodalanishni yoritib beradi. Ma'ruzada ko'zning anatomik tuzilishi, yorug'likning sinishi, tasvir hosil bo'lish jarayoni, ko'rish o'tkirligi va ranglarni idrok etish mexanizmlari haqida batafsil ma'lumot berib boriladi. Shuningdek, optometriya qo'llaniladigan zamonaviy texnologiyalari, ko'rish tizimini diagnostika qilish, ko'z linzalari va optik asboblarni loyihalashda kompyuter modellashtirish usullari tahlil qilinadi. Modellashtirish orqali ko'zning optik xususiyatlarini raqamli shaklda o'rganish, ko'rish nuqsonlarini aniqlash va ularni tuzatish imkoniyatini ko'rsatib o'tiladi. Ma'ruza natijasida talabalar optometriya fanining nazariy asoslarini chuqur o'zlashtirib, inson ko'rish tizimini modellashtirishda matematik va dasturiy vositalardan foydalanish ko'nikmalariga ega bo'ladilar hamda optik tizimlarni tahlil qilishda kompyuter texnologiyalarining ahamiyatini anglashdan iborat bo'ladi. Optometriya o'zi nima? Optometriya bu inson ko'rish tizimini o'rganish, ko'rish nuqsonlarini, miopiya, giperopiya, presbiopiya va boshqalarni aniqlash, ularni optik vositalar, ko'zoynaklar, kontakt linzalar yoki raqamli qurilmalar yordamida tuzatish bilan shug'ullanadigan fan sohasidir. Optometriya tibbiyotda, fizika, matematika va kompyuter fanlarining kesishgan nuqtasida joylashgan bo'lib, ko'rish fiziologiyasi va optik modellashtirish asoslariga tayangan holda ishlaydi. Inson ko'rish tizimi tuzilishi qanday bo'ladi? Inson ko'zi murakkab optik va biologik tizim hisoblanadi. Asosiy qismlari rog', ya'ni kornea, yorug'likni sinadigan birinchi optik muhiti hisoblanib, ikkinchi qismi ko'z gavhari, ya'ni linza, fokus masofasini o'zgartiruvchi optik element hisoblanadi. Ko'z qorachig'i yorug'lik oqimini boshqaruvchi jarayon bo'lib, to'r pardasi, ya'ni retina yorug'likni nerv impulslariga aylantiruvchi sezuvchi qatlam. Ko'rish nervi signallarni miyaga uzatuvchi nerv hisoblanib, ko'zda hosil bo'lgan tasvirlarni miyada qayta ishlanadi va natijada inson atrof muhitni uch o'lchamda idrok etib boradi. Xo'p, ushbu mavzuyimiz yo'l xaritasi 5 bosqichdan iborat bo'lib, kirish va motivatsiya, ya'ni ko'rish tizimini modellashtirish nima va uni nima uchun kerakligini o'rganib chiqamiz. Anatomik va optik komponentlar, ko'z tuzilishi, optik elementlar va retinaning roli bu ikkinchi xaritamiz hisoblanadi. Optik faza, PSF, MTF va fotoretseptor modellarini uchinchi matematik modellashtirishni o'rganib, klinik ilovalar, ya'ni dizayn, diagnostika va reabilitatsiya bilan o'rganib chiqamiz. Amaliy namunalar va keyingi qadamlar simulyatsiyasi namunasini va tasvirlarni ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Mavzuyimizning kirish qismi. Modellashtirish nega kerak va nega muhim? Modellashtirish orqali biz ko'rish tizimining murakkab mexanizmlarini, kvantativini tushunamiz. Klinik diagnostik va optik dizayn optimallashtiramiz. Reabilitatsiya strategiyalarini oldindan baholaymiz. Modellashtirish o'zi nima? Modellashtirish bu ko'zning optik tizimini matematik va kompyuter dasturlar yordamida tahlil qilish jarayoni hisoblanadi. Modellashtirishning asosiy maqsadi ko'zning ishlash mexanizmini simulyatsiya qilish, nuqsonlarni, masalan, miopiya va astigmatizmni virtual tarzda o'rganish va tuzatish yechimlarini ishlab chiqadi. Modellashtirish usullari asosan 3 usuldan iborat bo'lib, matematik, kompyuter modellashtirish va biofizik modellardan iborat. Matematik modellar linza tenglamalari, nurlar optikasi, geometrik optika, refraksiya indeksi uni o'zgarishini tahlil qiladi. Kompyuter modellashtirish bo'lsa MATLAB, Python va boshqa dasturlar orqali dasturlar yordamida optik tizimlarni modellashtiradi. 3D grafika simulyatsiyasi yordamida ko'z modelini yaratish mumkin bo'ladi. Biofizik modellar asosan 2 turdan iborat bo'lib, retina sezgirligini modellashtiradi va ko'rish signallarini neyron tarmoqlar orqali tahlil qilib beradi.
Anatomiya va optika bir-biriga qanday bog'liq? Asosan biz ko'rishimiz mumkin 3 ta nima bilan bog'langan bo'lib, birinchisi kornea, asosiy refraktiv element, ya'ni geometrik notekisliklarni astigmatizm va aberratsiyasiga sabab bo'ladi. Linza akkomodatsiya orqali fokusni boshqaradi. Yoshga bog'liq o'zgarishlar optik xususiyatlarini o'zgartiradi. Retina bu fotoretseptorlarning tarqalishi va retseptor responsini ko'rish natijasini belgilab beruvchi jarayon hisoblanadi. Asosiy matematik konseptlari nimalardan iborat? PSF, ya'ni point spread function, nuqtaning optik tizim orqali tarqalishi, optik noaniqlik va diffraksiyani o'lchaydi. Ikkinchisi MTF, ya'ni modulation transfer function, kontrastni chastotaga qarab uzatish qobiliyati tizimning aniq ko'rsatkichi hisoblanadi. Uchinchisi aberratsiyalar, sferik, koma va boshqalar kabi grafik va numerik tavsif talab etiladigan jarayon hisoblanib keladi. Fotoretseptorlar va neyron modellar nima? Retina modellari ikki qatlamdan iborat bo'lib, fotoretseptorlar responsi, ya'ni temporal va spektral filtr va ikkinchisi ganglion hujayralarini kodlashdan iborat bo'ladi. Konus, stav nisbatining makroskopik samarasi va temporal javob va adaptatsiyasi mexanizmlaridan biri hisoblab o'tadi. Klinik inovalar va protokollar asosan 3 qismdan iborat bo'lib, diagnostika, refraktiv xatoliklar, operatsiyalar va retinal sampling bo'yicha modellashtirish yordamida aniq tashxis qo'yuvchi jarayon hisoblanadi. Optik dizayn bu kontakt linzalar, iol va korneal reshaping uchun PSV, MTF asosida optimallashtirish jarayoni hisoblanadi. Reabilitatsiya bu vizual trening va yordamchi texnologiyalarni baholash orqali funksiyani yaxshilash hisoblanib keladi. Cheklovlar va ehtiyot choralari. Modellar qulay, lekin cheklangan hisoblanadi. Ya'ni individual anatomik variatsiyalarni to'liq aks ettirmasligi, biologik adaptatsiya va plastikaning soddalashtirishi, o'lchov xatolari va parametr sezgirligi. Ya'ni ehtiyot choralarini ko'rishimiz lozim. Klinik qarorlar hech qachon faqat bitta model natijasiga asoslanmaydi. Eksperimental tekshiruvlarni talab qilib, bir necha modellarni birlashtirgan holatda yasab chiqiladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, asosan oddiy modellarni amalga oshirishda PSV, MTF, retinal sampling tajriba validatsiyasini inobatga olishimiz kerak. Ikkinchi o'rinda klinik integratsiya, ya'ni modellarni diagnostika protokollariga yuklashimiz va natijalarni klinik sinovlar bilan solishtirishimiz lozim bo'ladi. Uchinchisi tadqiqot yo'nalishlari, ya'ni personalizatsiya, neyromodulyatsiya va mashinaviy o'rganish bilan yuqori aniqlikdagi prediktiv modellarga o'tishimiz lozim bo'ladi. Bugungi mavzuyimiz ushbu ma'lumotlardan iborat edi. Mavzuni yoritish maqsadida qo'shimcha va mustaqil o'rganish uchun quyidagi adabiyotlardan foydalanishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.